Men Nargiza Hamidullayevnani klinikalarida mana 3 kundan beri lecheniya olaman. Ikkita vrachchi nazoratida. Men nima diagnoz bilan kelganman? Boshimda birinchi stepen onkologiya, yuzimda narsa toshma bilan 3 yildan beri qiynalardim. Hech qaysi vrach topa olmadi javobini. Krasniy volchanka deb qo'ydilar. Keyin jenskimda ozgina muammo bor. Keyin o'tpufey, jigarim, hammasini aniq aytib berdilar, chunki men bu diagnozlarni bilib kelganman. Boshimda ozgina o'zgarish bo'lib, mazam bo'lmay juda ham tushkunlikka tushib yotganimda, Alloh izni bilan Instagramdan chiqib qoldilar, postlar chiqib qoldi. Shuni ko'rdim. Obdan kuzatdim bularni. Kuzatib, keyin Allohga tavakkal qilib, boshqa vrachlarga, chunki ularning anaqasini ko'rib, MRT qildirganda ularning javobini eshitgandan keyin qoniqmaganim uchun bularga Allohga tavakkal qilib keldim. Chunki bularning lecheniyalari hech qanaqa ziyoni yo'q. Может, balkim o'sha kasallik noto'g'ri qo'yishgan bo'lsa ham